Assalomu alaykum. Bozor Abzor YouTube kanal obunachilari. Sizlarga Andijon birinchi qo'l ustakamizga yonida kelganmiz do'stlar. Videoni shoshilmasdan oxirigacha ko'rib tursanglar, shkaflarining narx-navolari, joylarga o'lchab yasashlari, qanaqaliklarini, materiallarini hammasini sizlarga to'liq tushuntirib o'tamiz do'stlar. Xudo xolasa video shoshilmasdan oxirigacha ko'rib turasizlar va aka-ukalar, xudo xolasa like bosib, obuna bo'lishni unutmaysizlar. Videoda esa o'zim olaman, ustakamiz sizlarga to'liq savollarni boshladik do'stlar. Xo'p, aka charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi aka? Rahmat, Allohga shukr. Boshlayapsizlarmi aka urinmasdan? Xo'p, aka qarang, bizni xudo xolasa obunachilarimizga shkaflarda va arzon siz o'zingiz qilasiz, hali olib sotar boshqa emas, xudo xolasa birinchi qo'l o'zimizni Andijon birinchi qo'l ustakamizdan bo'lib bo'lsa, narx-navolarini xudo xolasa kelishtirib arzonroq qilib berasiz aka. Bu ishimizning razmeri necha metr aka? 210 ga aka, 160 razmerimiz. 160, aha. 160. Hayta epasondan bo'lgan. Bir taraf polka. Aha. Bir taraf vishilka aka. Vishilka bo'ladi. Bellarga esa ust boshlar ilsa bo'ladi. Ichalari chuqur. Chekalari qanaqa aka buni kiromkalar? Chekalari kiromkalar kiromka. Kiromka, dazmol emas. Yo'q. Xo'p bo'ladi aka. Tarixlari esa ichtadan tortmasi, xaladonlari bor. Tortmasi bor. Xo'p aka, kombinatsiya bo'lib ishlangan. Aha, buni narxi qiziq aka bizga. Narxini kelishtirib arzonroq qilib bering. Dastlabkasi ichida bo'ladi. Aytilayotgan narxni dastlabkasiga boshqasiga pul qo'shib olish yo'q. Albatta aka. 1.400.000 so'm qilib beramiz shahar ichi. 1.400.000 so'm Andijon shahar ichi. Bo'ylab dastlabkasini 1.400.000 so'm ichida qilib beramiz. Bunisi chekarishdi. Bunisini aka 1.300.000 so'm qilib beramiz. 1.300.000 so'm. Agar qarang, mabodo menga ayna yoqmaydi-ku, aynaga kerak emas desa, bez ayna qilib berasiz, lekin buni pulini o'tib berasiz. O'tib beramiz. Aynaga pulini o'tib berasiz. Xo'p aka, orqasigachi antirsolli. Antirsolimizda shu bo'ylarini tushuntirib, razmerini tushuntirib ketamiz. 227 ga 160. 160. Bir tarafi polka, bir taraf vishilka, bunda ham tepada antirsollari bor. Antirsollari bor. Do'stlar, ichiga pakmet, ko'katlaridan solib qo'ysangiz ham bo'laveradigan seyflar qilib qo'yibdi do'stlar. Xudo xolasa, videoda sizlar uchun manfaatli bo'layotgan bo'lsa, betadan do'stlar obuna bo'lib, like bosishni unutmaysizlar. Kommentariyaga esa o'zingizlar fikringizni. Oshom-osholari ham vakuumli. Xo'p bo'ladi aka. Oshom-oshlari vakuum. Undan tashqari qanaqa fasonlar bor yana aka? Yana rasvetkalari bor. Ochiqroq svet deganlarga bunisi bor. Svet bo'ladi. Rangi o'zgaradigan bo'lsa pulga ta'sir qilmaydi. Ta'sir qilmaydi. Bunisidan bor. Serisi bor. Xudo xolasa ranglari esa ko'p, undan tashqari esa o'zi yoqtirib birorta mebellariga, uyni aboylariga moslab turib desa ham rangini tayyorlab bera oladi. Undan tashqari mehrob aka qarang, kichik katta bo'lib qoladi razmer. Bozor standart uka menga ish tushmaydi deydiganlarga esa joyiga o'lchab yasab ham bera olasizmi aka? Albatta, joyiga o'lchab, narxi beriladi, hisob kitobini qilib beriladi. Bu rangda bor, bu ashi, bu ashi ranglari rasvetkalariga qarab qilib beriladi. Bo'ldi aka. Xudo xolasa 12 ta viloyatdan pastda nomer qolamiz, bemalol telefon qila olasizlar. Xudo xolasa dastlabkilar esa Andijonda viloyati bo'ylab dastlabkilarni qilib bera olaman uka. Kelishilgan holatda deyapti, 12 ta viloyatga ham xudo xolasa yo'lkalasini o'rtada qilib kelishtirib yo dastlabkasini qilib beradi yoki yo'lkalasiga o'tib beradi, o'zingiz qilib olib ketib olasiz. Xudo xolasa Andijon birinchi qo'l ustagamizdan bo'lyapti do'stlar. Video yoqqan bo'lsa bittadan like bosib obuna bo'lishni unutmaysizlar. Kimga shunaqa mebel shkaf istalib oqtarib yurgan do'stlarga jo'natib qo'yasizlar do'stlar.